Sizning islom sari bo'lgan sayohatingiz qayerdan boshlangan? Islomda sizga eng ko'p taassurot uyg'otgan narsa nima? Qizig'i shundaki, musulmon ayollarga nisbatan shu kabi barcha fikrlarga ega bo'lganimda birinchi bo'lib islomda ayollar haqida o'yladim. Shuning uchun men juda ko'p suhbatlarni tingladim. Internetda ko'p narsalarni o'qidim. Darussalam tomonidan yozilgan Islomning buyuk ayollari deb nomlangan kitob bor. Bu juda ham ajoyib kitob. Meni fikrimcha ayollar bosim ostida edi. Keyin men islomni o'rganishni boshladim va shuni angladimki, ayollarga bosim qilayotgan bu islom emas, jamiyat ekan. Islom esa bu borada juda rivojlangan edi. Darhaqiqat biz hozir ham jamiyat sifatida unga yetib olish uchun kurashmoqdamiz. Inshaalloh u yana kuchliroq bo'lib qaytadi. Chunki hozirda bizda mavjud bo'lgan barcha gender rollari va shaxsiyat bilan bog'liq muammoli savollarga islomda barcha javoblar mavjud. Aslida islom ayollarni birinchi o'ringa qo'yadi. Jamiyat buni men tushunganim kabi tushunganda edi. Subhanalloh. Ular islom ayollarga juda ko'p huquqlarni berganini anglagan bo'lishardi.